Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan Hardi-Vaynbergga doir masala tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi masalamiz. Odam populyatsiyasida har 2 millionta odamdan 180 mingtasida axondroplaziya uchrasa, ushbu populyatsiyada heterozigota genotipli individlar foizini aniqlang. Biz hozir bu kasallikni retsessiv holatda olib kelsa keyin chiqadi. Demak, 2 millionta organizmimiz 100%, 180 mingtasi %9. Endi 9 ni ildizdan chiqarsak 3% bo'ladi. Buni ulushga o'tkazib olsak 0,3%. Doimo P plus Q'miz 1 bo'lish kerak edi. Biza demak Q'miz 0,1, 0,3. Demak P plus 0,3 teng 1. P'miz teng 0,7 ga. Endi biza heterozigotali organizmlar nima qilingan? O'zaro chatishtirilgan. Natijada ushbu organizmlar nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Biza heterozigotaliklarni so'rayapti. Demak, 0,7 ga 0,3 ni ko'paytirsak 0,21, 0,21 bo'ladi. Ikkalasi yig'indisi 0,42. Foizga o'tkazsak 42 bo'ladi. Ya'ni bahor javob. Keyingi masalamiz. Tulkilarda A geni chastotasi 0,6. 0,6. Kichkinasi esa 0,4 ekan. Bo'lsa 1000 ta tulki ichida heterozigota formula nechtaligini toping. Demak, heterozigotaliklar nima qilinadi? O'zaro chatishtiriladi. Demak, 0,6 ni 0,4 ga ko'paytirsak 0,24 va ham 0,24. Ikkalasini yig'indisi 0,48. Buni 1000 ga ko'paytirib olsak 480. C javob. Keyingi masalamiz 8. 2 dan 8 gacha bir xil. Ma'lum bir sinf vakillarining populyatsiyasida ko'z rangining pardasi qo'ng'ir bo'lishidan bilan, demak, qo'ng'ir bo'lishidan bilan ekan, qora bo'lishi retsessiv ekan. Agar populyatsiyada ushbu genning chastotasi 1,5 ga nisbatda bo'lsa, demak 1,5 ga 1 nisbatda yig'indisi 2,5. Biza birimizda bu. Buni topishimiz kerak ekan demak. Birimizda bu 0,6, bunisi esa 0,4 ga teng. Demak, kattasi 0,6, kichkinamiz esa 0,4 ekan. Demak, heterozigotaliklar yana nima qilinadi? O'zaro chatishtiriladi. Natijada ushbu organizmlar hosil bo'ladi. Endi bizda chachirganimizda bu 0,36, bu 0,24, bu 0,24, bu 0,16 bo'ladi. Haqiqatan ikkalasini yig'indisi 0,48, ya'ni 48% ga teng. Endi bunday sinf vakillari populyatsiyada 15200 ta individdan bo'lsa, dominant allelning uchrash chastotasi, demak, A'si demak bizda kattamiz nech chiqdi? 0,6 kelib chiqdi. Va sonini toping. Demak, katta. To'g'rimi? Bu necha 0,36 ekan. Bunda bizda nechta bor? 2 ta. Endi bizda katta kichkinadan
nechi bor? 0 bu 0,24. To'g'rimi? Ikkalasi. Bu ham 0,24 ga teng. Bizda dominant genlarni so'rayapti. Demak, bunda nechta dominant gen bor? Ikkitami? Ikkalasini oldim. 0,72. Bunda dominant gen nechta? Bitta bor. Demak, bitta o'zini olaman. 0,24. Endi bunda nechta dominant gen bor? Bitta. 0,24. Demak, 0,24 qo'shaman 0,24 ga qo'shaman 0,72 ni. Uchalasini yig'indisi 1,2 ga teng ekan. Demak, 1,2 ni ko'paytiraman 15,200 ga. 18,240. Ajob. Keyingi masalamiz un. Bu ham xuddi shunday. Endi oq rang resessiv, ya'ni sariq dominant ekan. Kichkinasi oq rangda ekan. Endi nisbatimiz 9 ga 1 ekan. Yig'indisi nechi? 10. Birimizda bu 0,9. Bunisi esa nechi bo'ladi? 0,1 bo'ladi. Demak, katta amiz 0,9, kichkina amiz nechiga teng? 0,1 ga teng. Endi heterozigotali organizmlar nima qilinadi? O'zaro chatchirilgan. Ushbu organizmlar nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Endi bu 0,81 0,09 0,09 0,01 ga teng. Xo'sh, demak bizda resessiv organizmlar 200 ta ekan. Demak, 200 ta organizmimiz 0,01 ga teng bo'lganda birimizda qancha? Demak, 200 ni bo'laman 0,01 ga. 20 mingta. Demak, umumiy organizmlar soni necha ekan? 20 mingta ekan. Demak, kichkinasi 20 mingta. Kichkina besi topishimiz kerak ekan. Endi dominant allellar soni nechta? Demak, bunda ham 0,81 qo'shaman 0,81 ni qo'shaman bundan 0,09 ni, bundan ham qo'shaman nechini? 0,09 ni. Demak, 0,81 qo'shaman 0,81 ga. Qo'shaman 0,09 qo'shaman 0,09 ga. 1,8 ga ko'paytiraman. Nechiga? 20 mingga. Teng 36 ming. Xo'sh, endi dominant allellar uchrash chastotasi, demak B'si 36 ming, C'si 0,9. Demak, javobimiz C. Keyingi masalamiz 13-masala. Muvozanatdagi populyatsiyada 20 mingta organizm hosil bo'lgan ekan. Demak, jami organizm soni necha ekan? 20 mingta. Heterozigot organizmlar resessiv belgilardan 8 marta ko'p. Demak, bizda formula bor edi. P kvadrat plus 2pq plus q kvadrat teng 1 ga teng edi. Bizga heterozigotalilik hozir nechi? 2pq teng deyapti. Bu 8 marta ko'p. Heterozigot organizm resessiv belgilar 8 marta ko'p, ya'ni 8 q kvadrat. Endi bu yerdan p miz teng bo'ladi 4 q ga teng.
Chunki bitta q bilan bu q ketadi. Bitta q qoladi. 8 ni 2 ga bo'lsak 4 qoladi. To'g'rimi? Demak, bizda yana bitta formula bor edi. P plus q teng 1 ga teng. To'g'rimi? Bizda demak p miz 4q ga teng. 4q plus q teng 1. 5q miz 1 ga teng. Q miz esa 1 ni bo'laman 5 ga. 0 2. Demak, q miz 0 2, p miz necha bo'ladi? 0 8 bo'ladi. Demak, endi heterozigotali organizmlar chatishtirilgan. Endi bizda bu 0.64, 0.06, 0.06, 0.04 ga teng. Bizda nimani so'rayapti? Ushbu populyatsiyada A allellar sonini toping. Demak, 0.04 qo'shaman 0.04 ga. Plus bunda 0.16 qo'shaman 0.016 ni topamiz demak. 0.04 qo'shaman 0.04 ni qo'shaman 0.16 qo'shaman 0.16 teng 0.4 ga teng ekan. Endi 0.4 ni ko'paytiraman. Yigirma mingga. Teng 8000. Davr javob. Keyingi masalamiz 14. Janubiy Afrikada uchrovchi agamalar terisdagi tangachalar o'rganilganda tangacha shakli Hardman qonuniga muvofiq aniqlandi. Gamma-zigota tangacha shakli katta. Dominant gamma-zigota holatda katta ekan. Heterozigota holatda o'rtacha ekan. Resessiv holatda esa kichik. O'rtacha tangacha agamlar avlodidan 9000 ta o'rtacha shakl ekanligi aniqlandi. Demak, heterozigotalilar nima qilingan o'zaro? Chatishtirilgan. Natijada ushbu organizmlar nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Endi bizda 9 ta organizmimiz 100%, o'rtachaliklar deyapti 288 ta. Demak, 288 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 900 ga. 32 foiz. Ulushga o'tkazsak 0.32 ga teng. Bizda formula bor. 1 minus ildiz osti 1 ko'paytirilgan minus 2 ko'paytirilgan x taqsim 2. Demak, 1 minus ildiz 1 minus 2 ni x ga ko'paytiramiz. Yana 30 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Demak, 1 ni ko'paytiraman. 2 ni 0.32 ga. 0.64 mi? 0.64 ga teng. Bo'laman 2 ga. Teng 1 minus 1 dan ayiraman 0.64 ni. 0.36. 0.36 ni ildizdan chiqarib olsak 0.6 bo'ladi. Bo'lingan nechi? 2. Demak, 1 minus 0.6 taqsim 2. Demak, bu nechiga teng? 0.2 ga teng. Demak, bizda katta amiz 0.8 ga teng, kichkina amiz 0.2 ga teng. Chunki masala shartida katta a kichkina a dan kattaroq deyapti. Xo'sh, endi bizda bu 0.64, 0.06, 0.06, 0.04 ga teng.
ekanligi ma'lum bo'lsa, avloddagi tangacha katta bo'lgan organizmlar tangacha kichik organizm nechtaga ko'p? Demak, 0,64 ni ko'paytiraman. Nechta edi organizmimiz? 9 ta. Demak, 0,64 ko'paytirilgan 9 ga 556. Kichkinasi butun 0,04 ni ko'paytiraman 9 ga. 36. Nechtaga ko'p deyapti? Ayirmasi 540 ga teng. Davr javob. Keyingi masalamiz 15. Ma'lum hududda tarqalgan hind maynasi populyatsiyasida 10 mingta individ iborat bo'lsa, agent tarqalishi demak kattamiz 0,4 ekan. Kichkinamiz necha bo'ladi? 0,6 bo'ladi. Katta B'miz 0,8 ekan. Kichkina B'miz necha bo'ladi? 0,2 bo'ladi. Heterozigotali, diheterozigotali nima qilingan o'zaro? Chatishtirilgan. Bizda ushbu populyatsiya diheterozigotali organizmlar soni. Buni o'zaro chatishtirib chiqqanimizda diheterozigotalilar necha chiqadi? 4 ta chiqadi. Mana bu holatda chiqadi. Bundan 4 ta chiqadi. Demak, bizda 4 ko'paytirilgan 0,4 ko'paytirilgan 0,2 ko'paytirilgan 0,8 ko'paytirilgan 0,4 bu 0,6. Demak, bu 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Demak, 4 qavs ichi 0,4 ko'paytirilgan 0,6 ko'paytirilgan 0,8 ko'paytirilgan 0,2 teng 0,1536. Endi buni ko'paytiraman nechiga? 10 mingga. Demak, 10 mingga ko'paytirsam 1536. C javob. Keyingi masalamiz 16-masala. Aholisi 100 ming kishidan iborat bo'lgan Kattaqo'rg'on shahrida alpinizm bo'yicha sog'lom kishilar 99640 kishini tashkil etadi. Savol shaharda alpinizm bo'yicha sog'lom odamni necha foiz heterozigot genotipga ega? Demak, alpinizm retsessiv. Mana bu holatda sog' bo'ladi. Mana bu holatda nima bo'ladi? Kasal bo'ladi. Bizga heterozigotali nima qilingan o'zaro? Chatishtirilgan. Natijada ushbu organizmlar nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Bizda demak sog'lomlari bor. Kasalni topishimiz kerak. 100 mingta organizm bor edi. Undan ayirdik 99640 ni teng 360. Endi bu nima? Bu kasallar, ya'ni bizda p kvadrat plus 2pq plus nima bor edi? q kvadrat teng 1 ga teng edi. Bizda q kvadratimiz q kvadrat teng 360 ni bo'laman 100 mingga. Demak 360 bo'lingan 100 ming teng 0,0036. Endi q kvadratimiz teng 0,0036 ga teng. Q'miz teng 0,06
6 ga teng. Demak, P plus Q'miz 1 ga teng bo'lganda, P'miz demak 0.06 teng 1 ekan. P'miz nechga teng bo'ladi? 0.94 ga teng. Demak, katta A'miz 0.94, kichkina A'miz 0.06 ga teng ekan. Demak, buni o'zaro ko'paytirsak, 0.94 bilan 0.94 ko'paytirsak 0.8836. Buni ko'paytirsak 0.0564. Bu ham 0.0564. Bunisi esa 0.36 ga teng. 0.36 ko'paytirib 0.6 ga. 0.36 ga teng. Endi bizdan nimani so'rayapti? Shaharda albinizm uchun sog'lom odamlar necha foizi heterozigot genotipga ega? Demak, ikkalasi qo'shamiz. 0.0564 qo'shilgan 0.0564 teng 0.1128. Buni foiz ko'paytirib qo'ysak 11.28. Davr javob. Keyingi masalamiz 17. Aholisi 100 ming kishidan iborat bo'lgan Jizzax shahrida sochi taram-taram heterozigot odamlar soni 25500 dan tashkil qilsa, shaharda sochi jingalak odamlar sonini aniqlang. Demak, jingalak dominant, silliq. Mana bu holatda esa heterozigot holatda taram-taram. Ya'ni endi heterozigotli organizmlar nima qilingan o'zaro? Chatishtirilgan. Natijada ushbu organizmlar nima bo'lgan? Hosil bo'lgan. Endi bizda heterozigotli organizmlar 25500 dan tashkil etar ekan. Demak, 100 mingta organizmimiz 100%, 25500 tasi teng 25.5%. Buni ulishga o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni 100 ga bo'lib yuboraylik. Teng bo'ladi 0.255. Endi hozir aytdim, formula bor. 1 minus ilizosida 1 ko'paytirilgan 2, 1 minus 2 ko'paytirilgan 0.255 bo'lingan 2 teng 1 minus, demak 2 ko'paytirilgan 0.255 minus 1 0.49 ni ildiz chiqarsak 0.7 ga teng. Teng 1 dan 0.7 narsa 0.3 teng 0.15 ga teng. Demak, bizda katta A'miz 0.15 ga teng, kichkina A'miz 0.85 ga teng. Bizda endi heterozigotlilar o'zaro chatishtirilgan. Bizda aytyapti, shaharda jingalak sochli odamlar sonini aniqlang. Demak, 0.15 ni ko'paytiraman 0.15 ga. Teng 0.225 ga teng. Endi demak 0.0225 ni ko'paytiraman 100 mingga. Teng 2250. Davr javob.
Keyingi masalamiz 18. Odamlar qon guruhlari mavjud. A, B, 0 genlar mavjud. Birinchi qon guruhi, ikkinchi qon guruhi, uchinchi qon guruhi, to'rtinchi qon guruhlari bor. Bizda kitob tuman 10,000 kishidan iborat kitob tuman insonlar populyatsiyasi birinchi qon guruhiga ega shaxslar soni 1225 tani tashkil etar ekan. Demak, hammasi necha bo'lishi kerak? 1 bo'lishi kerak. Bizda 1000 ta organizmimiz 100% 1225 tasi esa teng 0,5. Endi buni ildan chiqarib olsak 0,35 ga teng. Demak nechaga ekan? 0,35 ga teng. Demak A plus B plus 0,35 teng 1. A plus B miz teng bo'ladi. 1 dan ayiraman 0,35 ni. 0,65. 0,65. Xo'sh, bizda endi nima beryapti? Nisbat beryapti. 1 ga 1,5 teng 2,5. 0,65 imda qancha? Demak, 0,65 ni bo'laman 2,5 ga. 0,26. Endi 2,65 ni ko'paytiraman 1,5 ga. Bo'laman 2,5 ga. 9 ekan bu. 0,65 ni 1,5 ko'paytirib 2,5 ga bo'lsak 0,39 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi davom etamiz. A plus B plus 0 kvadrati A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat plus 2A0 plus 2B0 plus 0 kvadrat. To'g'rimi? Endi bizdan nimani so'rayapti? Universal resipient shaxslar soni universal donorlar sonidan nechtaga ko'p? Bizda universal resipient bu 4-qon guruh. To'g'rimi? 4-qon guruh. Demak 2 ko'paytirilgan. Bizda demak A'miz 0,26, B'miz 0,39, 0'miz 0,35 ga teng. Demak 0,26 ko'paytirilgan 0,39 teng 0,26 ko'paytirilgan 0,39 ko'paytirilgan 2. 0,28. Xo'sh, bu universal resipient. Bizda universal donor. Bizda universal donor nechinchi qon guruh? 1-qon guruh. Demak 0,35 ko'paytirilgan 0,35. 0,35 ko'paytirilgan 0,35 teng 0,1225. Endi buni ko'paytiraman. Umumiy organizmlar soni 10,000 ta edi. Demak 0,28 ga ko'paytiraman 10,000 ga. Teng 20,000 2028. Endi ko'paytiraman 10,000 ga. Teng 1225 ayirmasi 803. Xo'sh, ham u 2 ham 4-qon guruh qon beruvchi shaxslar soni ham 2 ga ham 4 ga beradi. Bu 2-qon guruh. Endi ham 1-qon guruh.
Demak, bizda birinchi qon guruhlari soni ma'lum. To'g'rimi? Ikkinchi qon guruhlar 0,26 ko'paytirilgan 0,26 plus 2 ko'paytirilgan 0,26 qo'shilgan ko'paytirilgan 0,35. Demak, 0,26 ko'paytirilgan 0,26 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 0,26 ko'paytirilgan 0,35 teng 2496 ko'paytirilgan 10.000 teng 2496. 2496 ga qo'shaman 1225 ni. 3721. Ajob. Keyingi masalamiz 19. Bizda har bir qonunga binoan ma'lum bir populyatsiya o'rganilganda sepkilli dominant, sepkilsiz resessiv. Demak, sepkilli siz. Bizda bu 0,25 ga teng, bu 0,75 ga teng. Endi 2000 ta aholi mavjud bo'lsa, nechtasi sepkillar mavjud emas deyapti. Demak, ushbu heterozigotali organizmlar nima qilingan? O'zaro chatishtirilgan. To'g'rimi? Endi bizda sepkilli emasligi 0,75 ni ko'paytirib 0,75 ga 5 ko'paytiraman 2000 ga teng 1125. Bahorjoq. Keyingi masalamiz 20. Aholi soni 5 million bo'lgan shaharda g'alabi qalin bo'lgan odamlar 84. Demak, bu dominant, qalin. Bu yupqa. To'g'rimi? Endi heterozigotalilar nima qilingan? O'zaro chatishtirilgan. Demak, bular hosil bo'ladi. Endi uchalasini yig'indisi 84% ekan. Bu necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Buni ildizidan chiqarib olsak 0,4. Ya'ni demak katta amiz 0,6 ga teng, kichkina amiz 0,4 ga teng. Demak, bizda nimani so'rayapti? Heterozigot genotip bu insonlar soni nechtaligini so'rayapti. Demak, 0,24, bu ham 0,24 bo'ladi. Ikkalasi yig'indisi 0,48 ko'paytirilgan 5 millionga teng 2,4 million bo'ladi. Ya'ni bahor javob.